Assalomu alaykum azizlar. Kayfiyatingiz yaxshimi? Qanaysizlar? Bugun va nihoyat men juda ham xursandman va nihoyat bugun syomkaga keldim. Qaysi san'atkorni klipini syomka qilamiz deb o'ylaysizlar? Menimcha bu san'atkorni barchalar tanisinglar kerak. Pastga yozib qoldiramiz. Xo'p azizlar, hozir biz kastdan, aktyorlardan so'rab chiqamiz, qaysi san'atkor klipiga tushyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaysi san'atkor klipiga tushyapmiz? Bilmayman, prosta chaqirishdi, bir kel. Bilmayman. Так жарко, да? Кстати, у кого мы сейчас снимаемся? Ой, я не знаю, какая-то певица, ну, такая, так себе. Ну, песня классная, но певица. Такой среднячок, да? Ну, не знаю, не очень, меня. Azizlar, menimcha hech kim topolmayapti kimligini. Shuning uchun kelinglar, mana shu storiesga ko'pgina reaksiya tashlab qo'ysanglar, keyingi storiesda men sizlarga kichik bir podskaska beraman. Bugungi syomkamizda kim bilan birga suratga tushayotganligimiz haqida. Qani ketdik. Xo'sh azizlar, reaksiyalar soni afsuski juda ham kam. Shuning uchun bugun sizlarga bizning qahramonlarimiz kim ekanligini aytolmayman. Lekin Xudo xohlasa bir hafta ichida albatta sizlar hammasini bilib olasizlar, chunki klip ham Xudo xohlasa juda ham tez tayyor bo'ladi va tez kunlarda tayyor bo'lib chiqadi. Assalomu alaykum. Ustoz, yaxshimi, charchaysizmi? Birinchi o'rinda savolim, qo'shiq haqida fikringiz. Qo'shiq, men sizdan bunaqa ona haqida, bunaqa dardli qo'shiq aytasiz, to'g'risi o'ylamagandim. Молодецlar. Qo'shiq ona haqida emas-ku. Voy, ona haqida emasmi? Keyingi ona haqida aytadigan qo'shig'ingiz zo'r chiqishini men bilaman. Xo'p, ikkinchi savol, klip olish jarayonida qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q, umuman qiyinchilik bo'lmayapti. Unda yaxshi. Bu endi uxlam aka juda ham qiynalib ketyapmiz dedilar-da, prosta. Yo'q, men qiynalmadim, chunki yaxshi uxlab, yaxshi keldi. Привет. Battar bo'lgan, mana shunaqa bo'lishni o'zing xohlagan eding. Yaxshi aqror qildik. Qoqamiz ustidan. Gulla oqsoqmiz. Все, стоп. Стоп! Снято!